Hozir mana shu shikoyatlar zo'riqish bosh og'rig'ini shikoyatiga o'xshab turibdi. Bosh og'rig'i o'zi juda og'riqli mavzu. Bosh og'rig'ining har xil turlari mavjud, lekin eng ko'p uchraydigan bosh og'rig'i bu zo'riqish bosh og'rig'i. Ko'pincha bemorlar boshim og'riyapti deb MRT qiladi. MRTda hech narsa chiqmasa, nimaga unda og'riydi deb o'ylaydi. Asosan bosh og'riqlar, mana zo'riqish bosh og'rig'i, migren, klaster sefalgiyalar o'zi MRTda hech narsa chiqmaydi. Bunda metabolik o'zgarishlar kechadi. MRT darajasida ko'rinmaydi bu. O'shaning uchun ham hozir mana shu shikoyatlar zo'riqish bosh og'rig'ini shikoyatiga o'xshab turibdi. Uxlab tursa qoladigan yoki yengillashadigan yoki 1-2 kundan keyin o'tib ketadigan bosh og'riqlar, doimiy bir xil kuchli og'riqlar, siquvchi, lo'qillovchi, ko'ngilni aynituvchi, ba'zan qussa yengil tortuvchi bosh og'riqlar bo'ladi. Va ko'proq mana o'qituvchilarga xos yoki miyasi mana zo'riqib ishlaydigan odamlar, ba'zan stresslarda yuradigan bemorlarga xos. Bu havoga ta'sirchan bo'ladi bunaqa bemorlar, shovqinga, kuchli yorug'likka, o'tkir narsalarga juda ta'sirchan, sezgisi oshgan bo'ladi bunaqa bemorlarni. Albatta buni davolasa bo'ladi.